ukamiz Asakadan keldi. Labun mashinasiga qo'yib berdik. Tenk ham qo'yib berdik. Sondiq ham qo'yib berdik. O'yinimizda ishtirok etyapti. 50 dollar, 100 dollar hali ham yutmadi hech kim. Bu kechda yana bitta qo'yamiz ekanda endi. Xo'p, aralashtirib olaman, keyin raqam aytganingizdan keyin ham bitta aralashtirib olib, nima qilib boshlaymiz. 17:38. Kimdir bilib aralashtiryapti, sonliqasini deyapti. Biz uchun bu noma'lum narsa, shuning uchun to'g'ri nima qilaydi? Taxminan aralashtiryapman. Qancha tomon narsa? 17:38 bo'ldi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 38 edi. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 28 emas edi? Nega?